Xo'p, hurmatli tinglovchilarimiz, bugun sizlar bilan churalar haqida qisqacha suhbat qilamiz. Churalar bo'lganda ham qorin old devori churalari haqida gaplashamiz. Nima degani o'zi chura? Demak, qorin bo'shig'i a'zolarining qorin pardaga o'ralgan holatda qorin bo'shidan tashqariga, teri ostiga chiqib qolishini chura deb aytamiz. Ularning bir nechta xil turlari bor. Epigastral churalari, qorin old devori churalari, oq chiziq churalari, operatsiyadan keyingi churalar va eng ko'p uchraydigan chov va son churalari. Demak, churalar asosan operativ usulda davolanadi. Faqat 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda kindik churalarni konservativ usulda, ya'ni operatsiyasiz davolasa bo'ladi. Boshqa har qanday holatda churalar operatsiya qilinishi kerak. Churalarning bitta og'ir asorati bor. Bu chura siqilganda o'sha qorin bo'shig'idan chiqqan a'zo, u ichak bo'ladimi, charbi bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, siqilib, undagi qon aylanish buzilib, o'sha a'zo nekrozga uchrashi va bemorning hayotiga bevosita xavf tug'ilishi mumkin. Shuning uchun ham siqilgan payti 1 soat ichida operatsiya qilinishi lozim. O'z sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang.